Hammaga assalomu alaykum. Qizlarjo'nlar, qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamasdan, shamollamasdan menga o'xshab. Bugun blogimni mana shunaqa chiroyli atmosferada boshladim. Ishga ketadigan yo'limda hamma vaqt men shu ertalab tongda ketaman-ku. Men shu atmosferani ko'rib, qizlarga video olishim kerak deb o'tardim. Xudo xohlasa mana shu bugunga to'g'ri kelibdi. Xo'jayinim bilan kechga yaqin chiqdik. Soat 6 pamoyimi. Tez videoga olib o'tdim qizlarjo'nlar. Havo juda sovuq, 40 gradus bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha perchatkani ichida qo'llarimiz muzlab qolyapti-da, ishonmaysizlar. Shunaqa qilib birgalikda bugun sayohat qilamiz. Va bunaqa chiroyli сказочный atmosferada. Sizlarda qalay, o'sha hamma bezaklarni, o'sha shaharlarni tozalashdimi, yo'qmi? Bizda Xudoga shukr, o'sha 2-yil yanvarda oxirigacha qoldirishyapti shekilli. Bu juda ham odamni ko'zini quvontiradi, juda ham menga yoqadi. Bilmadim kimga qanday. Shahar bezalgan bo'lsa, uy bezalgan bo'lsa, men hamma vaqt ko'zim quvonadi. Kızım bir balon pişirdi. Печенье или что? Печенье, оказывается. Oq testo, oq desam shokolad qo'shilmagan. Shokolad emas, kakao. Bu sal to'g'ri, bu sal o'chroq, bu to'g'ri kakao. Bir balonli chiqadi o'zi. У нас вот такие малышки получились. Пандочки или кто это? Зайцы и мишки. Вот. Так как bizada nima? Qog'oz olish esdan chiqibdi qizlarjo'nlar. Shuning uchun mana bunaqada prям nimada koverda, silikonoviy koverda pech qilamiz. Короче, qizlarjo'nlar biz o'zi dalaga qo'ydik. Dalada moroz 40 gradusda. Вот bular o'zi qittigina zamёрзнуть qildi. Chunki yopishib qolmasin shishib deb. Mana qo'yib chiqdik. Давай, отправь. Аккуратно. Девчули, вам много кофечки амсала. Японский, что ли? Кофемашинки он бузухки ушенге. Стол тахлеямыз. Малабор столымызда овощи, фрукты, пирожки с картошкой. И он печеньки у нас готовится. И салат мама готовит. Ух ты. Гречка пишкем. Тушенка, блин, гречки qildim. Erkaklarni kutyapmiz. Надо было в пакетик положить. И сразу не получается. Шапочка у них. Хватит. Мам, если вы шоколад не любите. Давай, последний. Ты сможешь, давай. Ох. Вот так, присыпай. Это что у нас, клубника? С малиной? Малина просто. Просто малина. Qizlarjo'nlar, dam olish kunimdan sizlarga alingalik salom. Qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamasdan. Bugun o'zimga
o'zim uchun shirin zavtrak tayyorlayapman. Menga juda ham dam olish kunlarim yoqadi, chunki ichkariga shoshmasdan hamma narsani o'z me'yorida pishirish, yig'ishtirish, biron nima tayyorlash juda ham yoqadi menga. Bugun xuddi shunaqa kun. O'zim uchun buterbrod taxlayman. Eslaringizda bo'lsa, sentyabr oyida baliq salit qiluvdim. Qizil baliqdan. Qizil baliq hammaga foydali, bilasizlar ham deb o'ylayman. Hamma omegani o'sha qizil baliqda joylashgan, hamma omega. Shuning uchun yeb turishimiz kerak. Nafaqat qizil baliq, вообще har xil hamma baliqdan yeb turishimiz kerak. Mana shu biz O'zbekistonda uncha ko'p yemaganmiz, bilaman. Yozda 1-2 qovurib yerdik, и все. Bu yerga kelib, mana shu Rossiyada ruslar juda ko'p baliq yeydi. Bular go'sht yemasa yemaydi, lekin baliqni обязательно ratsionida upotreblять qiladi qizlarjonlar. Shu narsani sizlar ham o'zlaringizga galochkaga qo'yib qo'yinglar, chunki men o'zim ham uncha baliqni yaxshi ko'rmayman. Prosta qovurilgan baliq yaxshi ko'raman, lekin hozir har xil baliqlar pishirishga harakat qilaman. Tushit qilib, dimlab, qovurib, duxovkaga paris qilib, har xildan pishirishga harakat qilaman. Xo'jayinim o'z baliqni juda ham yaxshi ko'radilar. Bolalarim taksiba menga o'xshab qovurilgan baliqni yaxshi ko'rishadi. Atak bunaqa baliqlarni yaxshi ko'rmaydi. Lekin ko'pgina retseptlar topib qo'ydim. Yaqinda Xudo xohlasa o'sha retseptlar bilan bo'lishaman sizlar bilan ham, qizlarjonlar. Sizlar o'zlaringiz nima ovqat qilasizlar, shularni ham yozinglar. Menga ham interesno, может, qanaqadir taomlarni esimdan chiqarib o'rgandirman men. Menga ham juda ham qiziq. Har doim to'g'risi o'ylab kelaman, nima ovqat qilsam bugun bo'rsam buni qilaman, bugun bo'rsam buni qilaman. Lekin qish faslida kunlar tez qorong'i tushib qolgan payti, qorong'i tushsa nimagadir organizm уже kech bo'ldi, hech narsa qilgim kelmay qoladi-da. Menda shunaqa, bilmadim sizlarda qanaqa. Ko'p narsaga ulgurmayman, umuman ko'p narsaga ulgurmayman. Xudo xohlasa yaqinda bahor oylarimiz kelib qolsa, sizlarda уже bahor boshlangandir. Bizada mart, aprel, maylarda boshlansa kerak-da bahor. Maylarda уже обычный yaxshi nimaga ratsionga tushaman deb o'ylayman qizlarjonlar. Avokadolik buterbrod taxlayman. Tvorожный sir surtdim, nonni quritib olib, ustidan baliq soleный и avokado qizlarjonlar. Avokadoni ham foydali tomonlari juda ham ko'p. Именно ayol kishiga avokadoda joylashgan ichida bor yog'lar ayol kishiga juda ham foydali yog'lar qizlarjonlar. Ko'pchilik avokadoni ta'mini tushunmaydi. Men ham ilgarilar tushunmaganman. Hozir juda ham yaxshi ko'rib yeyman. Avokado ta'mini raskrivat qilish uchun ozginagina yoki tuz yoki murch sepib ustidan yeysalaringiz boshqacha raskrivatsa bo'ladi. Men hozir o'zimga yangi kofe sotib olgan bo'lganman, takka kofe mashinkam ishlamaydi. Hali o'xshatganimiz yo'q. Shunaqa kofe ham juda ham yoqdi menga. Bu brazilskiy kofe. Hali aytib o'taman video davomida. Mana shu bitta stikchani 2 marta ishlatsa ham bo'ladi, chunki o'tkir kofe juda ham ozgina sutcha bilan razmekchat qilamizda. Mana shunaqa chiroyli zavtragimiz tayyor. Qizlarjonlar, naxotkalarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman yana. Kofe. Hozir kofe mashinkam buzilgan-ku, до sih por o'xshatganimiz yo'q. Birinchi xo'jayinim ochib ko'rsalar, keyin agar o'xshatolmasalar, vrachga aytamiz demoqchi edim. Doktorga aytamiz. O'xshatadimi yo'qmi qaraymiz. O'xshatadi, конечно. Qaranglar, men bunaqa kofe topdim. Shuni yaponskiysidan ichardim. Ishxonada qo'limni qaranglar, voy, ужас. Ishxonada yaponskiysidan ichardim. Bu, по-моему, не японский, o'zi aytaman sizlarga. Nimanikidagi bu? Bu yaponskiy emas. Braziliya bu. Braziliya, lekin menga juda ham yoqdi. Qaranglar, mana bunaqa ochiladi. Mana ochib ko'rsam sizlarga. Mana bunaqa har xil ta'mi bor. O'tkir, nежный, tam молочный, tam har xil ta'mi bor. Mana bu krishkachasini yirtiladi. Keyin mana bu nimachasi bilan ikkita qanotchasi ochiladi. Mana ochib ko'rganman, ochib qo'yganman, qaranglar. Buni men уже bir marta varit qildim. Ikkinchi marta, chunki krepkiy juda ham. Ikkinchi marta varit qilsangiz ham bo'ladi. Ozginagina sut solaman и kofe tayyor qizlarjonlar. Agar ichib ko'rmagan bo'lsalar, ichib ko'ringlar. Bular уже hamma shunaqa ichadi. Men oldin rastvorimni ichganimda ishxonada kofe mashinka yo'q-ku.
Uyda kofe mashinkadan ichaman. Ishxonada rastvarimni ichardim. Muzikantim yaxshi kelchaman holiga ham. O'sha olib keldi-da bir kuni men bundan ich deb, u yaponskiy olib keluvdi. Amma bugun brazilskiydan oldim. Bugun emas, 2 kun oldin. Lekin ko'rsatib o'tay dedim, agar menga o'xshab kofeni yaxshi ko'rayotganlaringiz bo'lsangiz, bular qaranglar bu yerda nima yozilgan. Натуральный сладкий кофе с нотами арахиса, пудры какао и цедры лимона. Вообще кофeni limon bilan ichib ko'rganmisizlar? Agar sut solmasalaringiz, limon просто kesib solsalaringiz ham kofe dahshat bo'ladi. Ichib ko'rmagan bo'lsangiz ichinglar. Jo'rlar пока kofem bo'lgancha to'kilgancha nima solib qo'ying. Har doim emas. Goh-gohida nima bilan marshmallow bilan ichkim keladi. Jo'rlar. Ishga solib qo'yamiz. Og'zi yopiq idishga solib qo'yish kerak uni, chunki bu qotib qoladi qizlarjonlar uchun. Вот. Kofem tayyor уже. Men уже 2 marta qildim. Uni endi tashlasa ham bo'ladi. Ozginagina sut, mягкий bo'lish uchun. И marshmallow. Приятного отдыха bizga. To'g'risini aytsam, mana shu chiroyli narsalar meni ko'zimni quvontirib, yanada bir nimalar qilishimga kuch-quvvat beradi. To'g'risi, sizlarda qanaqa bilmadim, menda shunaqa. Qizlarjonlar, yangi yil ukrashenialarimni sizlarga полностью obzor qilmadim. Uyim mana shunaqa ahvolda. Berlarimni ham chiroyli qilib qo'yganman. Archam как всегда красиво. Qo'rbobochalarim. Наверное, ertaga уже yig'ishtirishni boshlayman, chunki robot pылесосni yoqishga qiynalyapman. Hamma narsani chaynashga harakat qiladi. Qaranglar. Mana berlarimda ham shamchalar, sharikchalar, kechirasizlar. Kuxnyamni ham mana qilib bezaganman. Va tepada ham girlandi bor eslicha. Shulasi tushgan payti juda ham chiroyli ko'rinadi, qaranglar. Endi uyingizda obzor qilinglar degan qizlarimizga, mana bu koridorim qizlarjonlar. Bu yerda hamma narsa o'zgaradi hali, uyda hali remont ketyapti, tugagani yo'q remont. Mana kirib boramiz, mana shunaqa qilib. Bu yerda mana sumkachalarim. Kirib borganimizdan to'g'rida nima? Vanna tualet. Вот vanna tualet, dushovaya. Mana bunaqa ahvolda qizlarjonlar. Gullarim nimaga podokонникda juda ham sovuq qotishyapti. Bo'lmasa uyimiz issiq, bilmayman, podokонникdan duch qiladimi. Bu yerga olib kelib odam qilamanda, yana podokонникga qo'ysam, yana nima barglar tushyapti. Shuning uchun yana bir kun kirgizib qo'ydim. Dush qilib 1-2 kun yana shada saqlayman qizlarjonlar. Вот, tualetimiz shunaqa ahvolda. Endi zalimizga kiramiz. Bu tomon zal. Zalim mana bu ahvolda. Ertaga nasib bo'lsa, archalarimni yig'ishtiraman. Может быть, ertaga emas, ko'ramiz. Ikkinchi etajga chiqib ketadigan yo'l, lestnitsalar ham hali boshqacha bo'ladi, krasить qilinadi, или bir nimalar yozdiraman deydilar xo'jayinim. To'shattiraman deydilar, bilmadim. Bu yer kuxnyam, meni sevimli joyim. Bilasizlar, kuxnyam juda ham yaxshi ko'raman. Kuxnyam mana bunaqa ahvolda hozir. Hozir magazindan keldim, bir nimalar pishirmoqchiman. Shunaqa kola ichkim keladi qizlar, sizlarda ham shunaqami? Bunaqa ichga qilishga nima oldim? Qog'ozim qolmabdi. И baget bilan sir pis qilmoqchiman. Mana shunaqa. Voy, sho'rvam qaynab ketdi. Voy, uni qaynama qattiq. Вот, qaynatma sho'rva qo'ydim. Qaynatma sho'rva, bu yerda kompot, olmalar eskirishni boshlagan ekan, kompot qildim. Bu meni kompotim. G'o'lin bilan chernoslivdan yuzlarni toza qiladi deb bitta kosmetolog o'zbekistonlik aytdi, bilmadim. Ichaman hozircha. Kuxnyalarimni ham chiroyli qilib tozalab qo'yganman qizlarjonlar. Bu yerda fruktlar, bolalar yeydigan narsalar, вообще hamma narsamni men garajda saqlayman. Garajim salqingina. Fruktlarni ham hamma narsani nima desam, ko'p olamiz. Ozgina olmaymiz hech qachon. Girlyandilarim haylo, bularni ham ertaga naverni yig'ishtiraman. Pardanikini yig'ishtirmayman, qoldiraman. Mana kartoshkalarim bu для мытья посуды.
ko'p olaman birdan. Kartoshkalarimni тоже garajda saqlayman. Bugun hozir ovqatga solganim uchun olib kelganman. Mana shunaqa nimam birinchi etajim, по-моему, adashmasam 60 kvadrat metr. По-моему, без кухни, Qiziljo'lla. Может, adashayotgandirman, balkim с кухня bilandir. По-моему, без кухни. Eslolmayman. Ну, не факт. Не факт, shuning uchun примерно shunaqa. Uyimizda вообще общий kvadrat metri garaj bilan birga 340 kvadrat metr Qiziljo'lla. Juda ham katta-da. Согласна я с вами deydi-ku. Qiziljo'lla, shu bilan vlogimni yakunlayman. Agar vlogim foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyalar qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi vlogda uchrashguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Assalomu alaykum Dilfuza opa. Men konkursda qatnashib birinchi o'rinni oldim va kapuchino to'rt sovg'am yetib keldi. Men bundan juda xursandman. Men konkursda birinchi o'rinni olishimga kollektiv jamoamiz qizlari juda katta hissa qo'shishdi. Sovuq kunlarda issiqqina kofe damlab farzandlarim bilan ichib o'tiramiz. Rahmat opa.